Assalomu alaykum. Uyquzimalari va qurilish maslahatlari guruhi obunachilari, navbatdagi proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu proyektimiz Andijon viloyati Bo'z tumaniga tayyorlab berdik. 41 metrga ko'cha tomoni, qo'shni tomoni 25 metr bo'lgan bir qavatli zamonaviy katta proyektimiz. Kengroq hovli demoqchiman. Xo'p, ko'cha tomon ko'rinishlari zamonaviy va chiroyli chiqdi. Hovli ko'rinishlari ko'rishlari mumkin. Uy dizayni, tashqi ko'rinishi, hovli tomondan ko'rinishlari. Hop, bu fasad chizmasi, loyiha chizmasida fundamentdan tomagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, etapma-etap qilingan ishlar barchasi shu loyihamizda kiritib o'tiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Fundament chizmalari va armatura hisob-kitoblari hammasi bor. Kimga shunday uy proyekti kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh buyurtmalarni chiroyli qilib bitirib beramiz.